xato va sevgi dramasi ijodkorlaridan sizlarga tanish bo'lgan voqea 15-3 dramasi. Rollarda Bad Boy, Dina Baby Girl va namcity.uz taqdim etadi. Bitdan keyin mashinamda ketayotdim bozordan chiqib, bitta qiz to'xtadi, shoshib qo'lini ko'tarib, qo'lida qizil dasta gul, chiroyli kiyingan qiz edi. To'xtashim bilan mashinamga o'tirib olib dedi: "Iltimos, tezroq haydang, tug'ilgan kunga kech qolyapman. Yetib borishim kerak, soat 15 kam 3 gacha. Bugun tug'ilgan kunlari yaxshi ko'rgan yigitimman. Ulgurmasam, keyin hech qachon ko'rolmayman ularni." Unda seni jonim tezroq, yeta qoling manzilli. Qizilga tushmaslik uchun hisobga olib svetoforni, ulgurish uchun bosaman o'shanga qarab gazni. Xo'p, tezroq haydang, manzil Ko'kcha mozori. Oynadan qizga qaraganimda ko'zlaridan yosh oqar edi. Qiz bechara to'xtamay, faqatgina yig'lar edi. G'alati bo'lib ketdim ko'rib yomonam siqilayotganini. Hicham esimdan chiqara olmadim to'xtamasdan yig'layotganini. Esimdan chiqmaydi, ko'z oldimda yig'lagani, 15 3 hayotdan ko'z yumgani. Nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi. Nima uchun sevishganlar baxtli bo'lolmaydi? Esimdan chiqmaydi, ko'z oldimda yig'lagani, 15 3 hayotdan ko'z yumgani. Nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi. Nima uchun sevishganlar baxtli bo'lolmaydi? Mayus ko'ra ko'zlaridan tomchilab yosh oqar edi. Bechara har minutda soatga bir qarar edi. Qo'lidagi qizil dasta gul asta so'lib borar edi. Ko'zlarida yosh bilan dardini aytib yig'lar edi. Yigitim bundan bir oy oldin avariya bo'lgandi. Kecha tushimga kirib sog'inganlarni aytdi. Seni sog'indim. Ertaga tug'ilgan kunim bilasan. Meni ko'rgani kelasan. Yolg'iz qoldirmaysan. Agar sen meni sog'ingan bo'lsang, ertaga soat 15 Ko'kcha mozorimda ro'zasini olib kutaman. Faqat sendan iltimos, ichkariga kirma. Bir daqiqa ham kech qolma. Intizorlik bilan kutaman. Qizi qo'rqinchli gaplari meni badanimni titratdi. Rulishayotgan qo'llarimni shunaqangi qaltiratdi. Lablari titrab gapirar edi, hayotdan juda ham xafa edi. "Iltimos, tezroq haydang." Yomonam shoshilar edi. Shoshmang, sinim 15 kam 3 o'sha yerda bo'lasiz. 15 minut vaqtimiz bor, xudo xolasa ulgurasiz. Hali hammasi oldinda, siz unaqa ko'p siqilavermang. Xudoga ham yaxshi odam kerak, hayotdan ko'nglingizni cho'ktirmang. Esimdan chiqmaydi, ko'z oldimda yig'lagani, 15 3 hayotdan ko'z yumgani. Nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi. Nima uchun sevishganlar baxtli bo'lolmaydi? Esimdan chiqmaydi, ko'z oldimda yig'lagani, 15 3 hayotdan ko'z yumgani. Nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi. Nima uchun sevishganlar baxtli bo'lolmaydi? Ko'nglim nimagadir g'ash, yigitim kech qolmadi. O'sha Ko'kcha mozorga jon azgincha yo'l qoluvdi. Qanaqa haydamay mashinani yetib bormasdi manzilga. Foydasi yo'q svetoforda faqat tushardi qizilga. Aksiga tushib svetoforda yo'l probka bo'lib qoldi. Qiz yana asabiylashib, Uf, ulgurolmaymiz ama. soat 20 kam 3. Pamoyim ulgurolmaymiz. Sinim Ko'kcha mozoriga azgincha qoldi, nima qilamiz? U yog'iga peshkom yetib olaman. Katta Yo'q, rahmat. polis kerak emas. Pul berib tushib ketdi, qarab qoldim qizga. Azgincha vaqtdan keyin yo'lim ochildi sekin. Yo'limda davom etdim, xayolim qiz deydi lekin. namcity.uz birinchi eksklyuziv. Скорая! Приезжайте скорее, тут девушку сбили. Адрес? Да, Ko'kcha, приезжайте скорее, она умирает. Ko'kcha mozorga kelganimda kimdir avariya bo'lgan ekan. Bechara o'sha qiz va qizil gul yerda yotgan ekan. Uni o'lib yotganini ko'rib, sekin yoshlandi ko'zim. Soatga qarasam 15 kam 3 ulguribdi dedim. Esimdan chiqmaydi, ko'z oldimda yig'lagani, 15 kam 3 hayotdan ko'z yumgani. Nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi. Nima uchun sevishganlar baxtli bo'lolmaydi? Esimdan chiqmaydi, ko'z oldimda yig'lagani, 15 kam 3 hayotdan ko'z yumgani. Nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi. Nima uchun sevishganlar baxtli bo'lolmaydi?